Assalomu alaykum. Hammalaringizga assalomu alaykum. Bahodir akamga to'ylar muborak bo'lsin. Nechinchi yilida Bahodir akam bitta to'y bo'lgan? 2000-yil. 2000-yilda o'g'lingizga to'y qilgansiz, ha? O'g'limga mana shu ukam mana shu kuyov uylangan. Ha. Kechki paytda shu dejurniy sostav bo'lib kelganman. Shu so'rib, shu mashaq tomonda cheklik. Mana o'tirgan joyda sahni qilgan. Burchidami? Navoz akamlar bor, Ilhom akamlar bor. Juda ko'p san'atkorlar qilgan. Rustamjon akam, Husaynov. Shular bor. Sog' bo'linglar. To'yga aytganda shu vaqt bo'lib qolarmikin dedim. Shu ko'rishganimga ham 15 yil, 20 yil bo'ldi. Lekin shu bir yilda 1-2 marta gaplashib turamiz. Ko'proq Bahodir akam telefon qilib turadi. Bu shu oliyjanobligidan, kichkina ko'ngilliligidan, shu bir samimiyligidan shu dalolat shu inson. Sog' bo'lsin, ko'rganimdan xursandman. Endi Farg'ona ham juda uzoq joy ekanda. O'ylab turib, ish ko'p, shu el bormasam bo'lmaydi deb shu Bahodir akam uchun, shu yaxshi insonligi uchun shu dasturxonida bitta duo qilib ketay deb keldim edi. Ustozlarni ko'rdik, G'ayratjonda ukamni ko'rdim. Sog' bo'linglar, har gulda hidi boshqa shu bir juft qo'shiq aytib berib ketay, bo'lmasam. Hali qarzingiz esdan chiqib qolmasin, hali u yaralanadi. Bu bola shunaqa endi bitta maqtanish emas, bu to'y shunaqa fayzli bo'lganki, shou bo'lgan. Hali o'sha to'yda magnit tasmasli lentani bera olmaganman. O'zimda ham endi shuni va'da berganman. Bo'yimda qarz boshqa deb shuni so'radi. Juda oliy, chiroyli bo'lgan. Arvoz akam Rahmatli Mahmudov bor edi bu yerda. Endi hammalarga tasanno kelib mashada qo'llab-quvvat turgancha Tohirjon yaxshi yigit. Uka, menga qadrdonsiz. Bolalaringizni baxtini ko'ring. Bu o'zbek san'ati, milliy san'ati, lirika bu o'lmas narsa. Siz buzilmagan san'atkor. San'atkorlar buzug'i ko'p hozir. Ha, Muhiddinjon, buzilug'i ko'p. Bular buzilmaydigan nima edi? Yaponskiy mashina deydimi? Volvolari zo'rda, buzilmaydi. Shunaqa o'xshagan inson. Salomat bo'ling, ovozingizga fayz. rahmat. Yigitlardan iltimos qilamiz, shu endi sal jo'rg'ay bo'lib turasizlar. Allaqa qo'ydirib nima qilgani. Shu nima qilib kelmayapti endi. Sal. Ja, yerda nima mas'ul? Qo'ldan kelgancha yo'l bo'lsin yo'l bo'lsin bosgan izlaringiz gül bo'lsin Rahimjon yo'lda chiqarsin deyapti. Rahimjonni tanimasam meni. Mana qarang. bosgan izlaringiz bosgan izlaringiz Olyapti. Telefon qila gül bo'lsin O'qish kerak edi, damas. olmaning nozikligi ko'rinaman durdonasi
bargiga shabnam tushibdi menman uning devonasi bargiga shabnam tushibdi menman uning devonasi Odalar yok ya. Ne kadar maskara tutturuyor. Rahmat, polislar yurmasin. Cholaydigan ham qolmayapti, ishlaydigan ham kamayib ketyapti. tog'dagi erkak men uchun zanjir tog'dagi erkak kamal men uchun zanjir solay sen biron